va siz ko'rib turgan barcha yutuqlarga biz Feya oilasi bilan atigi 5 yil ichida erishganmiz. To'g'ri, buni 1 yili men uyda damashin konditser bo'lib ishlagan vaqtlarimga to'g'ri keladi. Qolgan 4 yil esa shu do'konimiz ochilgandan boshlab Feya oilasi bilan birgalikda bir tanu bir jon bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib ishlagan paytlarimiz hisoblanadi. To'g'ri, hozir aytishinglar mumkin, do'stlarimni ko'rib, yoqitxon opa, juda ham maqtanchoqsiz deydi. Balki bo'lishi mumkin, lekin bu erishgan yutuqlarimiz, bu yutuqlarga erishish oson bo'lmadi, to'g'risi. Qanchadan qancha insonlarning mehnati, qanchadan qancha uyqusiz tunlar, qanchadan qancha ko'z yoshlar, peshona terilar, qanchadan qancha janjallar desa ham bo'ladi. Xullas, bu yutuqlarga erishishi o'zi bo'lmadi va biz buni 5 yil ichida Feya oilasi bilan bir tanu bir jon bo'lib uddaladik.